Ailede duxovka olsa ma'nodek bir qarsi yegisini keltirgidek nayt çürük hem qatqat chiqadigan ko'mak qilib bo'ladi. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsini chuqum o'rganalaysiz, amsa gunish boshlaylik ketdik. Tayyor qilib olgan go'sht va piyozni suratdagidek nayt ushoq qilib to'g'rab olgandan keyin ustiga oz miqdorda tuz, qarmoch va zir selib, qiymaning sho'rpliq chiqishi uchun oz miqdorda suv quyib, ravrs aralashtirib qiymani tayyor qilib olamiz. Endi xamir yug'irish boshlab ketamiz. Ishlatganim bo'lsa, Al-Nurining bulg'anmadan xoli yeshil o'lchimidagi oshxona uni. Orqada muvofiq miqdorda pagi, tuz, abjash yog' va bir tal tuxumning seriqini olib kelib, eqini silib etdim. Xamirni yug'irish boshlab ketdi. Xamirning changligini bo'lsa, lag'man xamir alat yug'ursak bo'ladi. Buni 20 minutdan yarım soat atrofida qo'yib tindirib olgandan keyin vaqt to'shqanda xamirimizni o'tirdan ish qilib, bu xamirimizni yana muvofiq miqdorda parchalab olib, buni bir qadar ishlatgandan keyin yana 10 minut atrofida qo'yib, mana suratdagidek qo'limiz orqali besib, nefis alat echib olgandan keyin abjash yog' bilan oil ishlatadigan mayning aralashmasini ustiga yengil surkaymiz. Mening ishlatganim bo'lsa Al-Nurining 100% zaytun mayi. Orqadan ikkiga bo'lib echib olgan xamirimizning oraliqiga mayin ravrs surkab, bir-biriga juplagandan keyin suratdagidek mana shunday yo'gab ravrs to'lg'ab, xamirning cho'ng kichikligini muvofiq miqdorda uzib olib, suratdagidek qo'limiz orqali yengil besib, nefis alat echib olib, ustiga tayyor qilib olgan qiymamizni olib, suratdagidek mana shunday chiroyli qilib tug'asak bo'ladi. Buning diqqat qiladigan ishlar bo'lsa, tuqqanlar xamirning qilligini qancha nefis qilsak, shuncha yeyishlik bo'ladi, ham churuk chiqadi. Ondan tayyor qilib olganlarimizni duxovkaning taxtasiga tizib, ustiga tuxumning seriqini surkaymiz. Yana ondan oq kunjut yoki qora kunjutni chechib, oldin qizitib olgan duxovkaga solib, osti ustini 200 gradusda taxminan 20 minut atrofida pishirsak pishib chiqadi. Amsa oxirida yuraklarni besib, meni izchil qo'llab kelayotgan tuqqanlarning tini salomat ishlari o'ngishli bo'lsin. Meni qaytaveringlar, bu modum nadir mazmun kun o'zinglarda kelarsan ko'rishar xayr xo'sh.